1-iyuldan boshlab barcha pensionerlar tekshiriladi degan xabarni ko'rib, ko'pchilikda bir xil savol paydo bo'lyapti. Endi pensiyam to'xtab qolmaydimi? Bank kartam bloklanmaydimi? Hujjatlarimda xato chiqib qolsa nima bo'ladi? Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli tilda vahima qilmasdan, lekin juda jiddiy yondashib tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, chet elda ishlayotgan qarindoshlari, nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi shundaki, tekshiruv degani har doim pensiyani olib qo'yish degani emas. Lekin ayrim holatlarda odam o'zi bilmagan xatolik sabab pensiyasidan vaqtincha ayrilib qolishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va albatta tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bitta yuborilgan video kimnidir ortiqcha yugurdan, kimnidir pensiyasi kechikishidan, yana kimnidir noto'g'ri tushuncha sabab qo'rqib yurishdan asrab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'p holatlarda pensionerning ma'lumotlari alohida tizimlarda turardi. Masalan, pensiya jamg'armasida bir ma'lumot, FSHDIO organlarida boshqa ma'lumot, bankda yana boshqa ma'lumot. Yashash manzili bo'yicha mahalla yoki pasport tizimida boshqa yozuv bo'lishi mumkin edi. Bir joyda ism Abdulla deb yozilgan, boshqa joyda Abdullo deb yozilgan bo'lsa ham, bu xato uzoq vaqt ko'zga tashlanmasligi mumkin edi. Tug'ilgan sana bir hujjatda 1977 yil, boshqa hujjatda 1979 yil bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Ba'zan familiyada bitta harf farq qiladi. Ba'zan pasport seriyasi yangilangan. Lekin pensiya tizimida eski ma'lumot qolib ketgan bo'ladi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shuki, davlat idoralari orasida ma'lumotlar ko'proq elektron tarzda solishtiriladi. Ya'ni pensioner haqidagi ma'lumot faqat bitta idoraning papkasida turib qolmaydi. Pensiya tayinlanganmi? Odam tirikmi? Yashash joyi o'zgarganmi? Nogironlik muddati tugaganmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha asos saqlanib qolganmi? Bank kartasi egasi haqiqatan ham pensionerning o'zimi? Shular tekshirilishi mumkin. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Tizim endi pul to'layapmiz. Demak, hammasi joyida deb o'tirmaydi. To'lov uchun asos hali ham bormi deb qayta solishtiradi. Bu tekshiruvning maqsadi odamlarni jazolash emas. Maqsad noqonuniy to'lovlarning oldini olish, xatolarni aniqlash, vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etib ketmasligini tekshirish. Bir odamga ikki xil asosda noto'g'ri to'lov tushib qolmasligini ko'rish, hujjatdagi tafovutlarni tartibga keltirish. Lekin amaliyotda muammo shundaki, tizim xato topsa, ba'zan to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Shu sabab men har bir pensioner va uning yaqinlari nima tekshirilishini, kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini, qaysi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerakligini bilishini istayman. Birinchi navbatda barcha pensionerlar deganda faqat yoshga doir pensiya oladigan otaxon va onaxonlar nazarda tutilmaydi. Bu doiraga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa muntazam to'lov oluvchilar ham kirishi mumkin. Shuning uchun men oddiy pensiya olaman, menga aloqasi yo'q yoki men nafaqa olaman, pensiya emas, demak menga tegmaydi deb xotirjam bo'lish noto'g'ri. Tekshiruvda eng avvalo shaxsiy ma'lumotlar solishtiriladi. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, bank hisob raqami va pensiya turi bo'yicha asoslar tekshiriladi. Masalan, bir pensionerning ID kartasi yangilangan, lekin pensiya bo'limiga yangi hujjat nusxasi topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bankda yangi karta ochilgan, lekin eski karta hisobiga bog'liq ma'lumot tizimda turishi mumkin. Bunday holatda odam pulini olaverayotgan bo'lsa ham, keyingi tekshiruvda ma'lumotni yangilash kerak degan talab chiqish ehtimoli bor. Ikkinchi masala tiriklik holatini tasdiqlash bilan bog'liq. Oddiy qilib aytsam, tizim pensioner haqiqatan ham tirik va to'lovni olish huquqiga ega ekanini tasdiqlamoqchi bo'ladi. Bu ayniqsa uzoq vaqt davomida bank kartadan pulni o'zi emas, farzandi yoki boshqa qarindoshi yechib kelayotgan oilalarda muhim. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Onaxon yura olmaydi, o'g'li kartasidan pul olib keladi. Hammasi halol, hech qanday muammo yo'q. Lekin tizim uchun bu holat aniq ko'rinmaydi. Agar pensionerning o'zi uzoq vaqt hech qayerda ko'rinmasa, hujjat yangilanmasa, tibbiy yoki boshqa ma'lumotlar mos kelmasa, qo'shimcha aniqlashtirish so'ralishi mumkin.
Uchinchi masala nogironlik pensiyasi va nafaqalariga tegishli. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, holat boshqa. Lekin nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, muddat tugagach tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilanmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Xulosa muddati o'tib iyunda tugaydi. Agar u 1 iyulgacha qayta ko'rikdan o'tmasa yoki hujjat tizimga kiritilmasa, iyul oyidagi to'lov kechikishi mumkin. Bu odam nogiron emas degani emas. Bu faqat hujjatdagi asos yangilanmagan degani. Shuning uchun muddatli xulosasi borlar ayniqsa hushyor bo'lish kerak. 4-masala o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasiga tegishli. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi, nikoh holati, ba'zan doimiy yashash joyi kabi omillar ahamiyatli bo'ladi. Masalan, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, u kunduzgi bo'limda o'qiyotgan haqidagi ma'lumot muhim. Agar u o'qishni tugatgan, akademik ta'til olgan, sirtqi ta'limga o'tgan yoki o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, to'lov asoslari qayta ko'rib chiqiladi. Ko'pchilik buni bilmaydi va nima uchun pul kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab esa o'qish maqomi o'zgargani bo'lishi mumkin. Men eng avvalo hujjatlarda farq bor pensionerlarga e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Masalan, eski pasportda familiya boshqacha, yangi ID kartida boshqacha yozilgan bo'lsa, nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan bo'lsa, tug'ilgan sana hujjatlarda turlicha ko'rsatilgan bo'lsa, bu holatni oldindan tartibga keltirish kerak. Bitta harf ham ba'zan muammo keltirib chiqaradi. Chunki elektron tizim odamdek bu o'sha kishi bo'lsa kerak deb taxmin qilmaydi. U aniq moslikni qidiradi. Ikkinchi guruh chet elga ketgan yoki uzoq vaqt boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. Masalan, otaxon pensiyasi O'zbekistondagi kartasiga tushadi, o'zi esa bir necha oydan beri Rossiyada. Turkiyada yoki Qozog'istonda farzandining yonida yashab turibdi. Bunday holatda pensiya avtomatik to'xtaydi deb qo'rqitish noto'g'ri. Lekin shaxsning yashash holati, hujjat muddati, vakolatnoma orqali pul olish tartibi aniq bo'lishi kerak. Agar pensioner uzoq muddat chetda bo'lsa, yaqinlari bank kartani ishlatayotgan bo'lsa, keyinchalik savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun qonuniy vakolatnoma, aloqa ma'lumotlari va hujjatlarning amaldaligi muhim. 3-guruh yotib qolgan nogironligi og'ir, bankka yoki pensiya bo'limiga bora olmaydigan pensionerlar. Bu insonlar eng himoyaga muhtoj toifa. Ular uchun farzandlari, vasiylari yoki yaqinlari oldindan harakat qilishi kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, mahalla tibbiyot muassasasi, pensiya bo'limi yoki vakolatli idoralar orqali qanday tartibda tasdiqlash mumkinligini so'rash kerak. Men doim aytaman, yotib qolgan odamni idoradan idoraga olib yurish shart emas. Lekin uning holatini rasmiy va to'g'ri tasdiqlash kerak. 4-guruh pensiyani bank kartasidan boshqalar olib yuradiganlar. Bu juda keng tarqalgan holat. Ona kartasini qizga beradi, ota kartasini o'g'liga beradi. Bu hayotiy va tushunarli. Lekin huquqiy tomondan pul pensionerning o'ziga tegishli. Agar boshqa odam kartani ishlatayotgan bo'lsa, bu pensioner roziligi bilan bo'lishi kerak. Ayniqsa oilada nizolar bo'lsa, bir farzand men qarayapman desa, boshqasi pulni noto'g'ri ishlatyapti desa, tekshiruv vaqtida masala jiddiylashishi mumkin. Shuning uchun pulni kim yechayotgani, pensioner roziligi bormi? Zarur bo'lsa vakolatnoma bormi? Bularni tartibga solish kerak. Birinchi misol. 72 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U bankka bora olmaydi. Kartasini qizi ishlatadi. Hamma narsa joyida. Qizi onasiga dori-darmon, oziq-ovqat olib beradi. Lekin onaxonning ID kartasi muddati tugagan, yangi hujjat olinmagan. Tekshiruvda hujjat eskirgani aniqlansa, pensiya butunlay bekor qilinmaydi. Lekin ma'lumotni yangilash talab qilinadi. Agar oila buni e'tiborsiz qoldirsa, keyingi to'lov kechikishi mumkin. Muammo pulda emas, hujjatda. Ikkinchi misol. 64 yoshli erkak bir viloyatda ro'yxatda turadi, lekin boshqa viloyatda farzandi bilan yashaydi. Pensiyasi eski manzili bo'yicha tayinlangan, bank kartasi ishlayapti. Tekshiruv vaqtida yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar solishtirilganda tafovut chiqishi mumkin. Bunday holatda odam mendan pensiyani olib qo'yishadi deb vahima qilmasligi kerak. U shunchaki amaldagi yashash manzili, ro'yxat holati va pensiya hujjatlarini moslashtirishi kerak. Agar vaqtida bo'lsa, masala odatda tushuntirish va hujjat yangilash bilan hal bo'ladi. 3-misol. 19 yoshli talaba
otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U birinchi kursda kunduzgi o'qigan, keyin sirtqi ta'limga o'tgan. Oilasi esa pensiya davom etaveradi deb o'ylaydi. Tekshiruvda talabaning o'qish shakli o'zgargani aniqlansa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda tizim pul kerak emas demaydi, balki qonunda belgilangan asos saqlanib qolganmi deb tekshiradi. Shuning uchun boquvchisini yo'qotgan oilalar har o'quv yilida o'qish ma'lumotnomasini, ta'lim shaklini va bolaning yoshini tekshirib turishi zarur. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oladigan fuqaroning tibbiy xulosasi 1 iyulgacha amal qiladi. U qayta ko'rikdan o'tishni kechiktiradi, chunki baribir pensiya tushaveradi deb o'ylaydi. Iyulda to'lov kelmay qolsa, u hayron bo'ladi. Aslida sabab oddiy. Tizimda amaldagi xulosa yo'q. Keyin u hujjatlarni topshiradi, xulosa yangilanadi, lekin pulni kutishga to'g'ri keladi. Demak, eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan oldin harakat qilish. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz o'zingizniki bo'lsa, yashash manzilingizda katta tafovut bo'lmasa, pensiya turi bo'yicha hech qanday qo'shimcha shart bo'lmasa, haddan tashqari qo'rqishga asos yo'q. Tekshiruv sizni jazolash uchun emas, tizimdagi ma'lumotlarni tozalash uchun o'tkaziladi. Ko'p pensionerlar uchun bu jarayon umuman sezilmasligi ham mumkin. Ya'ni pensiya avvalgidek tushadi, odam hech qayerga chaqirilmaydi. Faqat tizim ichida ma'lumotlar solishtiriladi. Agar sizning pensiyangiz yillar davomida qonuniy tayinlangan bo'lsa, boshqa birov nomidan pul olmayotgan bo'lsangiz, vafot etgan qarindoshning kartasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, noto'g'ri hujjat bilan to'lov olmagan bo'lsangiz, vahimaga tushmang. Lekin men shuni ham aytaman, xavotir olmang degani hech narsani tekshirmang degani emas. Har bir pensioner kamida bir marta o'z hujjatlarini ko'zdan kechirishi, farzandlari esa ota-onasining pensiya kartasi, pasporti va telefon raqamlari tartibda ekanini tekshirishi kerak. Eng katta nozik joylardan biri vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiya masalasidir. Ba'zan odam vafot etadi, lekin oila qayg'u, marosim, hujjat ishlari bilan ovora bo'lib, kartaga pul tushayotganini ko'radi va ishlatib yuboradi. Baribir otamizning puli edi deb o'ylashadi. Lekin huquqiy tomondan vafotdan keyin tushgan to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun yaqin kishi vafot etganda FSHda yo'q hujjatlari, o'lim guvohnomasi va pensiya bo'limiga tegishli xabar berish masalasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ikkinchi nozik joy ishonchnoma va vakolatnoma masalasidir. Pensioner o'zi pul ololmasa boshqa odamga vakolat berishi mumkin. Lekin bu og'zaki kartamni olib bor degan gap bilan har doim yetarli bo'lavermaydi. Ayniqsa katta summalar, uzoq muddatli parvarish, meros nizolari yoki oilaviy kelishmovchiliklar bo'lsa, rasmiy hujjat juda muhim. Men tavsiya qilaman, agar pensioner uzoq muddat yotgan bo'lsa yoki chet elda bo'lsa, pullarni boshqa odam muntazam olayotgan bo'lsa, bu holatni qonuniy asosga qo'ying. 3-nozik joy telefon raqami va bank SMS xabarnomalari. Ko'p pensionerlarning kartasi farzandining telefoniga ulangan. Bu qulay, lekin ba'zan muammo keltiradi. Masalan, bank tasdiqlash kodi keladi. Pensionerning o'zi bilmaydi, boshqa odam operatsiya qiladi. Agar keyin nizo chiqsa, kim nima qilganini aniqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun bankdagi telefon raqami, karta egasi, mobil ilova ishlatilishi, limitlar va pul yetish tarixi shaffof bo'lishi kerak. 4-nozik joy ortiqcha to'lov. Agar tizim xato qilib sizga ko'proq pul to'lagan bo'lsa, bu pulni davlat berdi. Demak, meniki deb hisoblash xavfli. Keyinchalik tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, odamga 20 million so'm o'rniga bir necha oy 20 million 4 ming so'm tushib turgan bo'lsa, farq summasi hisoblanadi. Shuning uchun pensiya miqdori birdan oshib ketsa yoki tushunarsiz to'lov kelsa, darhol aniqlashtirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men har bir pensioner oilasiga quyidagi oddiy tartibni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. ID'da karta yoki pasport amaldami? JSSHR to'g'ri yozilganmi? Familiya va ism barcha hujjatlarda bir xilmi? Tug'ilgan sana mosmi? Bank kartasi aynan pensioner nomidami? Shularni ko'ring. Agar bitta joyda ham farq topsangiz, keyin qilamiz demang, hozirdan aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, pensiya turini tushunib oling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Har birining sharti boshqacha.
Yoshga doir pensiyada asosan shaxsiy ma'lumotlar va qonuniy tayinlash asoslari muhim. Nogironlikda tibbiy xulosa muddati muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlikda bolalarning yoshi va o'qish holati muhim. Shuni bilsangiz, qaysi hujjat kerakligini ham tushunasiz. 3-qadam, muddatli hujjatlarni alohida yozib qo'ying. Nogironlik xulosasi qachon tugaydi? Talabaning ma'lumotnomasi qachon yangilanadi? ID karta muddati qachon tugaydi? Bank kartasi qachon almashtiriladi? Bularni telefon kalendariga yozib qo'ying. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Muammo katta emas, faqat muddat o'tib ketgan. Muddat o'tib ketgandan keyin esa odam shoshiladi, navbat kutadi, to'lov kechikadi. 4-qadam, kerak bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling. Bunda umumiy gap bilan bormang. Aniq savol bilan boring. Mening ma'lumotlarim tizimda to'g'rimi? ID kartam yangilangan, ma'lumot kiritilganmi? Nogironlik xulosa muddati bo'yicha to'lovda muammo bo'lmaydimi? Farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani bo'yicha ma'lumot kerakmi deb so'rang. Agar yozma ariza berish kerak bo'lsa, arizada ism, familiya, shir, telefon raqami, pensiya turi va muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, pensiya to'lovlarim davomiyligi ta'sir qilmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Bankdagi holatni tekshiring. Karta ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? SMS xabar qaysi raqamga ulangan? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodni begona odam bilmaydimi? Bular juda muhim. Agar pensioner kartani o'zi ishlata olmasa, farzandlari pul yechib berayotgan bo'lsa, har oy qancha tushgani va qancha sarflangani haqida oddiy daftar yuritish ham foydali. Bu oilaviy ishonchni saqlaydi va kelajakda nizolarning oldini oladi. 6-qadam. Chet elda yoki boshqa hududda yashayotgan pensionerlar aloqani yo'qotmasin. Telefon raqami ishlasin. Yaqinlari pensiya bo'limidan kelgan xabarlarni eshitsin. Hujjat muddati tugasa, vaqtida yangilash chorasi ko'rilsin. Agar vakolatnoma kerak bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Kartani berib qo'ydim bo'ldi degan yondashuv bugungi elektron tekshiruvlar davrida yetarli bo'lmasligi mumkin. 7-qadam. Hech kimga pora bermang va men hal qilib beraman degan odamlarga ishonmang. Tekshiruv davrida firibgarlar ko'payadi. Kimdir telefon qilib pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni ayting, SMS kodni yuboring. Pul bersangiz ro'yxatdan chiqarib qo'yaman deyishi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Pensiya bo'yicha masala faqat rasmiy idora, rasmiy bank va qonuniy hujjatlar orqali hal qilinadi. Hech qachon karta raqami amal qilish muddati. SMS kod, PIN kodni begona odamga aytmang. Agar sizda shubha bo'lsa, avvalo yashash joyingiz bo'yicha pensiya bo'limiga yoki vakolatli ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz, agar nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlarni olib boring. Har bir holatda hujjatlar farq qiladi. Lekin asosiy qoida bitta. Siz kimligingizni, qaysi to'lovni olayotganingizni va to'lov uchun asos borligini tasdiqlashingiz kerak. Agar pensiona o'zi bora olmasa, yaqinlari oldindan telefon orqali yoki mahalla orqali tartibni so'rasin. Onam yotib qolgan, o'zi bora olmaydi, qanday tasdiqlaymiz degan savolni aniq bering. Ko'p hollarda bunday vaziyatlar uchun alohida tartiblar mavjud bo'ladi. Eng yomoni hech narsa qilmay kutish. Chunki tizim savol chiqargandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tayyor turish ancha oson. Agar pensiya to'satdan tushmay qolsa, birinchi kuni vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval bankdan tekshiring, karta bloklanmaganmi, texnik kechikish yo'qmi, hisob raqam faolmi? Keyin pensiya bo'limidan so'rang. To'lov ushlanganmi? Ma'lumot yetishmayaptimi, hujjat muddati tugaganmi? Har bir javobni aniq yozib oling. Agar og'zaki javob tushunarsiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Iyuldan tekshiruv boshlanishi haqidagi xabarlarni eshitganda har xil qo'rqinchli gaplarga ishonib ketmang. Hamma pensiya qayta hisoblanadi. Hammaning puli to'xtaydi. Uyma-uy yurib kartalarni yig'ib olishadi. Kabi gaplar ko'pincha odamlarni vahimaga solish uchun tarqaladi. To'g'ri yondashuv shuki, rasmiy ma'lumotni tekshiring, o'z hujjatingizni tartibga keltiring. Shubhali holat bo'lsa idoraga murojaat qiling. Vahima emas, tartib kerak. Shu bilan birga menga hech narsa bo'lmaydi deb butunlay beparvo bo'lish ham xato.
ayniqsa oilada qari ota-ona bo'lsa, ular hujjat ishlarini yaxshi tushunmasligi mumkin. Farzandlar yordam berishi kerak. Bir kuni vaqt ajrating, ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing, pensiya kartasi muddati tugamaganini tekshiring. Telefon raqami ishlayotganini ko'ring. Agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bo'lsa, asos hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. Xulosa qilib aytsam, 1 iyuldan pensionerlar bo'yicha tekshiruv degani odamlarni ommaviy ravishda pensiyasiz qoldirish degani emas. Bu ma'lumotlarni solishtirish, xatolarni topish, noqonuniy yoki ortiqcha to'lovlarning oldini olish. Hujjatlarni tartibga keltirish jarayonidir. Kimning hujjati joyida, asosi qonuniy, bank kartasi tartibda, shaxsiy ma'lumotlari mos bo'lsa, u odatda ortiqcha xavotir olmaydi. Kimda hujjat muddati tugagan, ism, familiyada farq bor. Nogironlik xulosasi yangilanmagan, talabalik ma'lumotnomasi noaniq yoki pensioner o'rniga boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, o'sha odamlar hozirdan harakat qilish kerak. Men sizdan iltimos qilaman, bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahallangizdagi pensionerlarga, chet elda yurgan qarindoshlaringizga yuboring. Izohlarda yozing, sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday savollar ko'p uchrayapti? Hujjat tekshiruvlarda muammo bo'lganmi? Pensiya kechgan holatlar bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, hujjat, bank kartasi va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim masalalarni so'z tilda tushuntirishda davom etaman.